Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube tomoshabinlari. Qo'qondagi agrotexnika do'konimizga 1105 mini traktorlarimiz yana sotuvga keldi akalar. Videoni oxirigacha ko'rsating, qisqacha ma'lumot berib, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Kimga shunaqa mini traktorlardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, zakaz qilaverasizlar. Dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda yetkazdirib beriladi. Videoni boshlamasimizdan oldin akalar, videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani biz unda boshladik. Bu mini traktorimiz akalar Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan eng original firmalardan bittasi, Zubur firmasiga qarashli. Motorlarga keladigan bo'lsak, motorlar 1105 18 ot kuchli 2025-yilda traktor akalar. Radiatorli, salarkali variant bo'ladi. Qishin yozin ishlataverasizlar, qizib ketmaydi. Boklarga keladigan bo'lsak, boklar 12 litrli bo'ladi. Rasxodlari soatiga 1 litrdan 1 litr 200 gacha salaka rasxod qiladi. Bunimiz kalitga ham, ruchnoyga ham zavod bo'ladi. Akkumulyatorlari ham o'sha katta akkumulyatordan qo'yilgan, statorlari ham o'sha katta statordan qo'yilgan. Oldida dugalargacha bor. Nobodi daraxt-baraqqa urilib ketsalaring motorga umuman ziyon yetmaydi. Farralargacha bor. Oldida ham, orqasida ham bemalol kechasi kunduzi ishlasalaring bo'laveradi. Filtrlari ham maslinda bo'ladi akalar. Yoq quyib qo'yiladigan filtrlardan qo'yilgan. Rollar o'ta yengil bo'ladi akalar. 1105 bilasizlar, ishlatganlar juda yaxshi biladi akalar. Rollari o'ta yengil holatda bo'ladi. Massa datchigacha qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Dinamlargacha bor akkumulyatorga 50-60% bemalol zaryad beradi. Bunimizda akalar gaz, nufta, tormoz hammasi ideal holatda ishlangan. Siklari aytib o'tib ketamiz, 6 tali bo'ladi akalar. Quyon toshbaqa siklarigacha qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Inshalari ham tepada, anchagina katta inshadan qo'yilgan. Gidrobachoklarini ham ko'rishingiz mumkin. Inshalarni ishlatib beradigan. Sidinalari ham oldingi 1105 ga qaraganda anchagina katta sidinalardan kelgan. Bemalol oldinga, orqaga qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Karovkalari ham katta karovkadan kelgan. Frezasini karovkasi ham akalar 2 tali bo'ladi. Umuman frezasiga kuch kelmaydi. Balonlarga aytib o'tib ketamiz. Orqa balonlari 600 ga 10 tolli balondan qo'yilgan. Oldi balonlari 500 ga 12 li shiroki balonlardan qo'yilgan. Balonlarni bemalol legirovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Salarkali bo'la 1105 remen orqa harakatlanadi. Oldinda bitta remen ortiqcha qo'yilgan. Noboda oldiga jatka qo'yib o'rim qilsalaring ham bo'laveradi. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan. Xudo xolasa do'konimizda hozir 3 ta terilgani bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, xudo xolasa optim narxlarda qilib beramiz. Bunimizni kampligida akalar. Bunimizni kampligini aytib o'tib ketamiz. 120 lik frezalari kampligida, kulishlari, persebnoylari kampligida qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, qolgan do'konlarimizga qaraganda anchagina arzon qilib qo'yganmiz. Qo'qondagi agrotexnika do'konimizdan kelib 28 million 500 ming so'mdan 1105 mini traktorni xarid qilishlaringiz mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keldim degan akalarimizga ham xudo xolasa 200 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz akalar. Manzilimiz Qo'qonda. Kimga shunaqa mini traktorlardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa optim narxlarda qilib beramiz.